Anaqa qilib bering. Ya bu too much. Insof o'zingga bersin, boshqa gap yo'sang. Bugungi hamkorlarimiz Mirax Production syomka productioni mana shunaqa cho'tki videolarni olib berishadi sizlarga. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz present perfect continuous ekan. Zamon qiyin emas, o'zi zamonlarni qiyin qiladigan narsa bu o'quvchilarning o'zi ekan. Bolalar qaranglar, men sizlarga zamonlar bo'yicha bitta narsani o'rgataman. Ingliz tilida ma'lum bir holat uchun ma'lum bir zamon ishlatiladi degan bir tushuncha yo'q. Ya'ni siz любой bitta holat bilan 3 xil 4 xil zamonni ishlatsangiz bo'ladi. Zamon ingliz tilida nima unaqa ko'p, nimaga o'zi shuncha zamon kerak degan savolga shunaqa javob bersak bo'ladiki, ingliz tilidagi zamonlar biron bir holatga aniqlik kiritib beradi. Bu nima degani? Siz agar o'tmish to'g'risida gapirayotgan bo'lsangiz, o'zbek tilida qanaqa gapiramiz? Biz aytsak bo'ladi. Misol uchun, men kecha uyda mehmonlarimni kutib oldim. Meni mehmonlarimdan bittasi uyimda qoldi. Haligacha meni uyimda degan bir gaplarni bersak bo'ladi. Ya'ni bitta gap aytamiz-da, u gapga oydinlik kiritish uchun qo'shimcha yana bir gaplardan qo'shsak bo'ladi. Ingliz tilida ham bu narsa bor. Ingliz tilida ham bitta gap gapirib, bu gapga qo'shimcha gaplarni qo'shsanglar bo'ladi. Lekin ingliz tilidagi zamonlar siz shu ochiqcha qo'shimcha gaplarni qo'shmasligingizga yordam beradi. Ya'ni o'tmishda biron bir bo'lgan voqeaga siz misol uchun past simple ishlatadigan bo'lsangiz, siz o'sha o'tmishda biron bir voqeani prosta eslab qo'ygan bo'lasiz. Xuddi o'sha voqeaga agar present perfectda gapiradigan bo'lsangiz, o'sha voqea sodir bo'ldi, hozirgi aloqasi borligini ko'rsatib berasiz. Xuddi o'sha voqeaga past perfectda gapiradigan bo'lsangiz, o'sha voqeadan oldin nimadir voqea bo'lganligiga urg'uni qaratayotgan bo'lasiz. Ko'rasizmi? Voqea holat o'zgarib qo'yotgani yo'q. Yoki men to'xta bu hozir men bu gapda qanaqa zamon ishlatsam to'g'ri bo'larkin degan narsani men ortiqcha o'ylashim kerak emas. Maqsadim nima? Maqsad gapirayotgan gapimdan nima maqsad, nimani yetkazib bermoqchiman? Shunisiga qarab men zamonimni tanlab olaman. Bugungi mavzuyimiz present perfect continuous ham xuddi shunaqa bir aniqlik kiritish uchun yordam beradigan zamonlardan bittasi. O'zi nomidan aniqlik kiritib olaylik, present perfect continuous qanaqa zamon. Bizda oddiy present perfect bor. To'g'rimi? Demak, men ham xuddi o'sha present perfectdan tashkil topargan. Present perfectdan biz nimani bilamiz? Perfect zamonni o'zi perfect qiladigan narsa bu o'tmishda biron bir voqeali bo'lganda hozirgi aloqasi bor. Aloqasi bor deganda nima narsa o'zidagi nazar tutiladi. Misol uchun men aytsam bo'ladi o'zbek tilida gapni. Men qo'limni kesib oldim degan gapni gapirsam bo'ladi. Meni hozir qo'lim kesilganmi, kesilmaganmi yoki bitib bo'lganmi? Buni sizlar bilmaysizlar, chunki men hech qanaqa oydinlik kiritayotganim yo'q. Endi bu gapga men oydinlik kiritishim uchun men aytishim kerak bo'ladi. Men qo'limni kesib oldim, o'shaning uchun hozir qo'limga tegsam og'riyapti desam, men aytolman, o'tmishda bo'lgan narsa hozirgi aloqasi bor. Perfect ham xuddi shunaqa. Ya'ni I have cut my finger deb aytadigan bo'lsam, men aytayotgan bo'lamanki, men o'tmishda qachondir qo'limni kesib oldim, qo'lim hali ham kesilgan, hali ham tegsam og'riyapti. Mana shu o'tmish bilan hozirni bog'lab berish shu. Agar shu gapni men past simple deb beradigan bo'lsam, o'tmishda I cut my finger deb beradigan bo'lsam, o'tmishda prosta kesib olganman, hozir bitganmi, bitmaganmi, unisi noma'lum bo'ladi. Mana perfect qiladigan narsa shuki, hozirgi aloqadorligi bo'ladi. Endi hozirgi bugungi mavzuyimiz perfect continuous ekan. Ya'ni shu o'tmishda boshlangan ish hozirgacha davom etib kelayotganligini bildiradi. Juda ham oson. Bunga misol qilsam bo'ladi. Men misol uchun soat 7 dan beri video olaman. Ertalab soat 7 da video olishni boshladim. Hozir soat deylik misol uchun 10. Men 3 soatdan beri video olib kelyapman. Ko'rasizmi? O'tmishda boshlandi, hozirgacha davom etyapti. Men hali ham video olmayapman, hali ham video olmayapman. Mana present perfect continuous. Bu zamon prosta oydinlik kirityapti o'tgan zamonda boshlangan hozirgacha davom etib kelayotganligi haqida. Bu to'g'risida hozir yana qo'shimcha ma'lumotlar ham beraman. Endi kelinglar, o'zimiz uchun formula yasab olaylik. Formula yasayotganda bitta narsani tushuninglar, formulani eslab qolish qiyin juda ham. Shuning uchun formulani kerak bo'lsa o'zingiz tuzib oladigan bo'lishingiz kerak. Bundan bitta oldingi videoda men modal verbal to'g'risida gapirdim. Men bu video обязательно ko'ringlar. Обязательно agar zamonda adashayotgan bo'lsangiz, must have bu videoni ko'rish. Modal verbal bizda zamonimizni ajratib olishimizga yordam beradigan narsa. Perfect zamonlarning modal verbi bu have. Demak, gapim past perfect continuous bo'ladimi, present perfect bo'ladimi, future perfect bo'ladimi? Zamonimda perfect degan so'z bo'lsa, tabiiy ravishda men have dan foydalanaman degan. Demak, formulam qanaqa bo'lar ekan? Subject keladi, subjectdan keyin men have qo'yar ekanman. Have bo'lyaptimi, subjectimda he she itmomi? Bu narsani men beginnerdan bilaman. He she dan keyin agar have keladigan bo'lsa, uni has ga o'zgartiraman. Demak, o'sha ikki xil optionim bor, have yoki has. Undan keyin continuousni continuous qiladigan narsa nima? Continuous qiladigan narsa bu to be bilan verb ing ni kelish. Men yozaman, have dan keyin to be verb ing deyman. Bu yerda endi asosiy aniqlab olishim kerak bo'lgan narsa to be qanaqa ko'rinishda. Zamonimga nomiga e'tibor beryapman, present perfect continuous. Ha, perfect ekanmi? Demak, perfect zamonlarda men past participle dan foydalanardim, fe'lim uchinchisidan foydalanardim. Bo'ldi, fe'lim uchinchisida be nima ekan? Bin ekan. Bo'ldi, mana binni qo'yibman. Voila tayyor.
Ko'rasizlarmi? Men buni eslab qolishim kerak emas. Men o'zim tuzolsam bo'ladi. Prosta asosiy narsa negizini, prosta maqsadini aniqlab olishim kerak. Endi yana zamonimizdan qoidasiga qaytadigan bo'lsak, perfect continuous bizda biron bir ish qilinib bo'lganligini, natijasini gapirmaydi. U jarayonni gapiradi. Men buni qayerdan bilaman? Continuous. Любой continuous bir xil prinsip bo'yicha ishlaydi. Misol qilsam yaxshiroq tushunib olasizlar. I've been studying English for 2 years. Men ingliz tilini 2 yildan beri o'rganib kelyapman. Mana birga bir tarjimasi shunaqa bo'lyapti. 2 yildan beri o'rganib kelyapman. Men hali ham o'rganyapmanmi ingliz tilini? Hali ham o'rganyapman. Maqsad nima? Maqsad men o'tmishda biron bir ish qilganimni, boshlaganligimni ko'rsatib berib, u ish davom etib, hozir ham davom etayotganligini ko'rsatib berish. Yoki keyingi misolga qaraymiz. She's been working all day. U kuni bo'yi ishladi bugun. Bugun kuni bo'yi ishladi. Sizlarga savol, u hali ham ishlayaptimi? Hali ham ishlayapti. Perfect continuous'dan bilaman, hali ham ishlayotganligini. Yoki mana sizlarga yana bitta misol. We've been waiting for you since 9 am. O hayvon qayerda yuribsan? Sen soat 9 dan beri poylayapmiz. Bu gap bilasizlarmi qachon bo'ldi? Ana odam keldi, men odam yuziga yetmayapman, men telefonda aytayapman. Nimaga telefonda aytayapman? Chunki hali ham kutyapman, hali ham eshikka kelmagan, deb meni kutib turib. Ko'rasizlarmi? O'tgan zamonda boshlandi, hozirgacha davom etib kelyapti, hali ham davom etyapti. Keyin bitta present perfect bilan farqi berilgan ekan. Present perfect bilan farqi aytganimdek, maqsad nimadaligida. Present perfectni men qachon ishlatyapman? O'tmishda boshlangan, hozirga prosta ta'sir ko'rsatyapti. Ikki xil gap beribdi, ko'ramiz. I have worked here for 5 years. Men bu yerda 5 yil davomida ishlaganman. Ya'ni men o'tmishda boshlaganman qanaqadir payt, hozirgacha ishlaganimgacha bo'lgan period 5 yilda tashkil qiladi. Ya'ni men bu kompaniyada 5 yil ishladim. Hozir ishlayapsammi? Bu savol. Bilmayman. Balki ishlayotgandirman, balki ishlamayotgandirman. Ko'rsam, perfectni tayinli bo'lmayapti. Nimaga? Chunki perfectning maqsadi gapimni tayinli qilish emas. Perfectning maqsadi menga aynan shu boy ma'lumotni berish. Ya'ni bu yerda fokus men o'sha ishlab bo'lgan vaqtimga urg'uni qaratish. Xuddi shu gapimni continuously beradigan bo'lsam, I've been working here for 5 years deydigan bo'lsam, men bu yerda 5 yildan beri ishlab kelyapman, men hali ham ishlayapman. Urg'uni bu ish hali ham davom etayotganligigagina qaratyapman. Vroje shu. Guys, juda oddiy narsa, bir o'zinglarni tam tupik tiqib qo'yishinglar kerak emas, chuqur o'ylab. Bu bo'yicha PDF yasab qo'ydik, Telegram kanalida har doimgidek Telegramga o'tinglar, rasa PDFlar ko'payib ketdi. Hammasini skachasiz qilib olib yaxshilab shug'ullaninglar. Hammanglarga rahmat. Choy ichinglar, rahmat. Yaqinda repetib chiqsam hayron bo'lmanglar.